Qadrdonlar, shu tulporimiz sotiladi. Hop. Otasi qora bayir, onasi Yevropa. Jonivor. Abbos aka yoshi necha yashar? 3 yashar. 3 yasharmi? Bo'yi 170 ga borib qoladi. 170. 4 tilla tuyoqlari ham sog'lom. Hech qanaqa yeb ichishida muammosi yo'q. Yeb ichishda muammosi yo'q-a? Narxi necha pul aka? Narxini telefon qo'yishadi, xohlasa narxini aytamiz. Narxini aytasa, kelishtirib chiroyli narxida. Mana orqa sarilarni ham ko'rishingiz mumkin. Keyingina o'rtoqlar. Kelishtirib chiroyli narxda qilib beradilar. Aloqaga chiqinglar, telefon nomerlarini qoldirib qo'yaman. Tulpor TV shu kanalni nomidan chiqsanglar, chotki narxlarda qilib beradilar. Biyamizni sotuvda. Turishlariga e'tibor beramiz. Bolasi ham bor. Bolasi erkak ekan mana bolasi, qadrdonlar. Xo'p. Bu yerda Abbos aka zotini ayting. U zoti Yevropa, Sivasga. Yoshi hozirgi kunda 11 yashar. 12 yasharga ketyapti. Pasporti yo'q faqat Sivasga. Bu o'zimizga kelgan, qo'lma-qo'l bo'lib, Z pasporti kelmagan aka. Bo'yi 1.75. Bo'yi 1.75 a? 1 metrda o'lchov o'sadi. Biyani olib kelganimizdan beri faqat bolasini olganmiz. Hech ham ushlanmagan. Endi mana sekin-sekin ushlab qo'lga o'rgatgan. Nechinchisi bilan tug'ilgan bolasi? Hop, bizning qo'limizda 5-inchisi bu aka. Sizlarning qo'lingizda 5-inchisi. Hozirgi paytda bitta o'zimiz qo'limizda katta bo'lgan bolasi 1.70 plus bo'ldi. Yoshi 3 yashar bo'ldi. Bu ana birinchi ko'ktoy qo'yganimiz onasi. Onasi bo'ladi. Eshitdilar qadrdonlar, ko'ktoy qo'ydik-ku, birinchi ko'ktoy. Ana o'shani onasi bo'ladi. Narxi buni? Narxi $12,000. $12,000. Ozgincha kami bor aka. Hozirgi holatda qisir, bolasi 14 kunlik bo'ldi. Bolasi erkak. 1.75 lik ayg'ir bolasi. Buni bitta nuqsoni bor, aytib o'tib ketamiz aka. Aytib o'ting. Biladiganlar orasida bir yonbosh deyiladi. Bir yon boksasi pastroq aka. Mana shu chap boksasi pastroq. O'shadada bo'ylaydi. Telefondan ham aytib o'tib ketamiz. U bolasiga o'tmagan. Mana, bo'ldi. O'tmaydi ham, qon surmaydi bu. Bo'ldi. Qadrdonlar, aybini aytdik. Lekin yeb ichishi, oyoq qo'li hamma joyiga soppa-sog' garantiya beramiz. Yeb ichishiga hamma narsasiga javob beramiz. Yeb ichishlariga pulingiz o'zingizlar bilan ketadi. Inshaalloh nasib qilsa hammamizga shunaqa Maşallah, canım.